Hürmetli vatandaşlarım, dersimizin ikincisine başlayımız. Angliya matbuatları Amerika Jungo toqonışıga bir qadamla arlık qaldı dedi mavzulu xabar 5. ayının 5. günü Duvitor bitide ilan qılındı. Xabar mundaq başlandı. Jungo yetakçilik qılıbatqan Asiya asası əsləhələ məbləğ bankisi quruş. Amerika Qoşmuş Ştatları İttifaqdaşlarının qollaq qüvvətləşiga erişdi. Asiya Məbləğ Bankasının quruluşu Qərb mətbuatlarının nəzərində Jungo'nun baş götürüşü, Amerikanın çekinişi deb qaraldı. Amerika Qoşmuş Ştatları bilan Jungo iki dövlət kəskin doquruş qaldı. 5. ayının 5. günü Angliya mətbuatları yanımında görsətdi. Məsələn, Amerika Qoşmuş Ştatları bilan Jungo iki dövlət kəskin doquruş qaldı deyişdi. 5. ayının 5. günü Angliya mətbuatları yanımında görsətdi. Amerika Jungo münasibəti dəl yeni bir halətə kirib gəldi. Yəni doquruşuş, yəni həmkarlaşıb işləşdən ibarət bir halətə kirib gəldi. Lakin iki dövlət münasibəti toqunuş 101 işə bir qədəmlə qaldı. Angliyanın Pul Muamili gazeti 5. ayının 5. günü ilan qılğan maqaləsində mundaq görsətdi. Yer şəhərdə kriz yüz berib Beijing Olimpikdən tərbiyə murasimi ötküzüşdən burun Jungo hazırkı zaman xalqara münasibətlər tədqiqat institutu Amerikanın kəlgüsü küçüyü doğrusunda muhakimə ötküzgən. Muhakimə yığınında bəzilə Amerika Qoşmuş Ştatları Mango xarablaşmaydı degan ko'z qarashni o'ttirib qo'ygan bo'lsa, yana ba'zilar Amerika Qo'shma Shtatlari shubhasizki tarixdagi cho'ng davlatlarning tarixiy qatanligiga tushib qoldi deyishgan. Pul Muamili gazeti maqolasida bunday ko'rsatdi. Odatdagi turmush qoidalarini geopolitika sohasida ishlatganda iqlim o'zgarib turdi. Amerikani xarablaşdı deyiş bek baldırı aytilib ketgan gap bo'lib qoldi. Mundaq aytganda Reis Xi Jinping tush ko'rmandi demasmi? Endi Reis Xi Jinping tush ko'rayotgandikan Jungo matbuatlari albatta tush ko'rdi-da. Amerikani zaiflashdi deyish baldırı aytilib ketgan gap bo'lib qoldi. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe Washingtonni ziyorat qilganda imzolangan yangi kelishim Amerika-Yaponiya hamkorlik ko'rsatkisiga nazar og'dirsaqla hamma narsa oshkor bo'ldi. Demak, kuch Amerikaning xarablashgan yoki xarablashmaganligi Yaponiya-Amerika o'rtasida imzolangan shartnoma qarasaqla hamma ish oshkor bo'ldi. Maqolada bunday ko'rsatildi. Nurg'un kishilar Amerika Osiyodan hargiz hech qachon ayrilib boqqan emas. Agar Amerika Osiyo qaytib kelgan bo'lsa, demak, Jungo bosh ko'tardi deganlikdir. Nurg'un kishilar shundaq deyishadiki, Amerika Osiyodan hargiz hech qachon ayrilib boqqan emas. Agar Amerika Osiyo qaytib kelgan bo'lsa, demak, Jungo Osiyoda bosh ko'tardi deganlikdir. Demak, Jungo Osiyoda bosh ko'tardi, Jungo tahdidi Osiyoda bosh ko'tardi deganlikdir. Bugungacha Amerika Jungo ikki davlat ba'zida do'qorishib, ba'zida hamkorlashib, ba'zida raqobatlashib keldi. Lekin ikki davlat o'rtasida to'qnash yuz berishga bir qadamla qoldi. Texnik ilgirlab maqolni yana mundaq ko'rsatildi deydi Duvitor bitti. Kani Xalqaro Tinchlik tadqiqot institutining olimi Ashli Tallis apandi qatnashib yozib chiqqan Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi munosabatlar komiteti e'lon qilgan Amerikaning Jungo siyosatini o'zgartirish mavzuli bir parcha dokladda Amerikaning barliq kuchini yo'tkab markazlashtirib, Sharqiy Osiyoda yetakchilik o'rinda turish plani umumiy bayon qilindi. Biz bu to'g'rida yo'ldoshlarga to'xtalgan edik. Tallis apandining shu vaqtga yozgan maqolasi nima deganligini yo'ldoshlar vatandoshlarga tanishtirgan edik. Bugun bu gap yana o'tirib chiqdi. Angliyaning Pul Muamili gazeti yana mundaq ko'rsatdi.
Şarkı Asya'da yetakchi o'rinda turish Amerikaning ba'zi ittifoqdoshlari va Beijingga nisbatan aytganda quloqqa mush urgandek bir gap. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarining G'arbiy Tinch okeanda mavjud bo'lib turishining qonunliq darajasi oddiy bir paketi shuki, nurg'unlagan Osiyo davlatlari hukumatlari Amerika Qo'shma Shtatlarining bu rayonda Junguni cheklaydigan rol o'ynashini umid qiladi. Demek G'arbiy Tinch okeanda Amerikaning mavjud bo'lib turishi va yoki Sharq Osiyo deyli, Janubiy dengiz deyli, Sharqiy dengiz deyli, musharaylarda Amerika davlat kuchining mavjud bo'lib turishini bu qandaqdir boshqa gap emas edi. Oddiy faktli aytganda, Osiyo davlatlari Amerikaning shu rayonlarda mavjud bo'lib turishini umid qiladi deydi. Maqolaning eng oxirida bunday ko'rsatildi. Toki Didis hayat bo'lgan bo'lsa, bu barliq hodislarni saqlang'ili bo'lmaydigan bir holda to'qinishga elib bordi degan bo'ladi. Buningdan milodidan burungi 460-yillarda yashagan Yunoniston tarixchisi Toki Didis hayat bo'lgan bo'lsa, hozirgi bo'layotgan alomatlarni tahlil qilib, bu alomatlarning hammasi to'qinishga elib bordi degan bo'ladi dedi. Her qanday bir taraf sovuq munosabatlar urushi davriga kirib kelishni xohlamaydi. Har bir to'qinishni eg'izga olmayli qo'yayli. Lekin deydi Dovitor bitti. Vaziyatning o'zgarishi keskinlashmoqda. Deb maqolani oxirlashtirdi Dovitor bitti.